Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun sizlar bilan xalq bob, cho'ntak bob, yana undan tashqari BYD Yuan Plus'ga raqobat qila oladigan, lekin narxida ancha arzon bo'lgan Qiyuan, Chang'andan yangi Qiyuan Q05 bilan tanishamiz. Ushbu videoda kelinglar akalar, o'zi bu mashinani qanaqa konfiguratsiyalari bor, nima funksiyalari bor va narxlari nech pul, narxiga arziydimi, yo'qmi, birgalashib o'rganib chiqamiz. Yaxshilab o'tirib olinglar, biz esa boshladik. Bu mashinamiz tashqaridan ko'rinishdan birgalashib ko'rib chiqamiz. Kattaligi bo'yicha Yuan Plus'da kattaligicha keladi. Ya'ni sizlarni tasavvurlaringga sig'ib olishi uchun bu gapni gapiryapman. To'shni o'lchamlarini ham aytib o'taman. Bu mashinamiz o'zi 2025-yil 11-oydan ishlab chiqarishda boshlandi. Ammo lekin modeli 26 deyiladi va 6 ta konfiguratsiya yoki komplektatsiyada ishlab chiqarishda boshlandi. Birinchi komplektatsiyasining ismi 405 Air, ikkinchisiniki 405 Max, uchinchisiniki 506 Pro, to'rtinchisiniki 506 Max, 56larda esa 405 Ultra bilan 506 Ultra Plus. Barchasi ushbu mashinaning elektromobil hisoblanadi va barchasi oldi tortadigan mashinalar hisoblanadi. Ushbu mashinamizning uzunligi 4435 mm, ya'ni BYD Yuan Plus'dan 7 cm kaltaroq. Eni esa 1855 mm, Yuan Plus'dan 3 cm ga ensizroq va balandligi 1600 mm, BYD Yuan Plus'dan 2,5 cm ga kaltaroq. Ushbu mashinamiz dizaynlariga e'tibor berib qo'yamiz. Shu lisan chiqqandan buyon yangi mashinalar hammasida hozirgi kunda mana bu yo'g'iga ingichka fara qilinadi, ya'ni o'rtasiga doimiy olib turadigan fara qo'yilishi juda ham mashhur bo'lib ketdi. Hatto Honjilar ham shunga o'tib ketdi va asosiy farasi mana bu yerga tushirildi. Ikkitali yoki bittali faralar qo'yiladi. Bunda ikkitali lampochkadan iborat blижний va дальний yorituvchi faralari ekan. Xo'p, ushbu mashinamizda 12 ta partronigimiz mavjud. 6 ta, orqasida 6 ta. Bu gaplashib turgan mashinamiz akalar 6-pozitsiyasi hisoblanadi, ya'ni 506 Ultra Plus. Biz hozir gapirayotgan gaplar barchasi shu mashina haqida bo'ladi. Bu mashinamiz smart hisoblanib, atrofiga 11 ta kamera qo'yilgan. Nimaga 12 ta emas, bilasizlar? 12 ta kamera BYD'larda sababi mana bu oldi qismida 3 ta bo'ladi kamerasi. Bunda esa 2 ta kamera. Shuni hisobiga 11 ta, lekin qolgan joylarda mana bu yoqlarda 2 tadan kamera, ya'ni 360 dan tashqari bu ko'rzonalarda ham boshqa funksiyalarni ham bajaradi. Orqasida ham 6 ta partronigi bor, 3 ta millimetrli lidar va eng qizig'ini aytay sizlarga, deyarli $2000 turadigan mana bunaqangi lazerli lidarlar ham qo'yilgan. Balkim lazerli lidarni eski arzonrog'idir balkim, lekin baribir lazerli lidari ham bor. Xsay o'sha oxirgi qo'yilgan lazerli Huawei'da lazerli lidaridan o'rnatilgan. Xo'p, bu mashinamizda smart bo'lishiga qaramasdan mashinamiz anchagina narxi arzon. Narxini oxirida aytib o'taman. Buni ham ko'ramiz. Balon diskalariga keladigan bo'lsak, McPherson podveskali tormoz, diskovoy tormoz 225 ga 55 R18 balon diskada. Zaryad qiladigan joyimiz mana bu yerda joylashgan. Sekin va tez qiladigan. Bunda tez benzin quyadigan joyimiz yo'q albatta, chunki ushbu mashinamiz to'liq elektrda. Hop, 5 ключевой dostupimiz bor. Pakovoyimizni ko'rishingiz mumkin. Slipoy zona bor. Undan tashqari slipoy zonani kamerada ham ko'rsa bo'ladi. Salon qismiga kiramiz, sekin kirib 15.6 dyuymli ekranimiz mavjud. 5 barobar zaryadligimiz mavjud. Kalitlarni ko'rishimiz mumkin. Ikkita pastakanlikni o'zbekchalab ayta olmadim. Tirsakligimiz bor. Tirsakligimiz ochilishi mana bu yerdan. Chuqurgina barimiz ham mavjud ushbu mashinamizda. Ushbu mashinamizda abagrev, abduf barchasi jihozlangan. Asosiysi Yuan Plus'dan farqi ushbu mashinamizni panorama. Biz lyukli bo'lmaydi, faqatgina panorama. Lyukli bo'lmaydi. Ushbu mashinamiz oldi tortadigan bo'ladi. Bilsalaring, Nevolarda, ya'ni Qiyuanlarda asosan A07 da ham, A06 da ham orqa tortadi. U05 da esa oldi tortadigan qilib ishlangan. Qizig'i shundaki, ushbu mashinamizga 120 kilovatlik oldi tortadigan motor qo'yilgan va ostiga
52 kilovat soatlik железофасовый batareyka qo'yilgan bo'lib, ya'ni to'liq zaryadda hali yuqori aytib o'tganimizdek 506 kilometr masofa bosib o'ta oladi. Mashinaning ichiga ham o'tirib oldim akalar. Mashinaning ichida o'tirishimda qaranglar, sideniyalarcha elektropaket polni, tepaga bo'lar ekan, pastga bo'lar ekan. Hop, oldiga, orqaga, beliga bo'ldi 5 ta funksiyasi mavjud. Lumbar support funksiyalari yo'q. Oldin aytib qo'yaman. Hop, oynalarimiz. Hop, oynalarimiz bir qavatli bo'lar ekan, ikki qavatli bo'lmaydi. Eshigimiz polni elektropaketda. Mana bu yerda qo'l kiradigan joyimiz bor ekan. Bu qo'l kiradigan joyga telefon qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. Hop, ochadigan joyimiz mana bunaqangi cho'ntaklarimiz ham mavjud. Hop, bu mashinada 8 ta kolonka mavjud. Adashmasam, hozir uni ham bilamiz to'chinsini. Rulni ko'rinishi. Rulni ko'rinishi mana bu menyuni boshqarish, polni jo'shchilar bilan boshqariladi. Bu ovozni ko'tarib tushiradigan qismi ekan. Bu esa menyularni oldiga, orqaga qiladigan joyi. Hop, bu mashinamizda ham 3 ta rejim bor: sport, ekonom va komfort rejimlar. Kichkinagina 10 dyuymlik mana bunaqangi instrumental displeyimiz va mana bu yerda esa 15.6 dyuymlik asosiy displeyimiz ham mavjud. Aytib o'tganimdek 50 wattlik bespirodli zaryadligimiz bor. Mana klimat kontrolda mana knopkani boshqarsa ham bo'lar ekan. Deflektorimiz mana bu yerga qo'yilgan. Shom datchiklari ham mavjud. Mana bu yerda esa mana bunaqangi qilib ochilib yopiladigan barimiz ham mavjud. Asosiysini aytib o'tmoqman, ushbu mashinamizda massaj ham bor ekan akalar. Massaj ham bor. Mana buni ko'rsalaring. Mana bu atamankasi ham bor. Bu nol gravitatsiya ham bo'lishi mumkin. Hozir birgalashib ko'ramiz. Akalar, sideniyasida jinday adashibman. Lumbar supporti ham bor ekan akalar. Belini ham, tagini ham ko'tarib tushiradigan. Mana bu o'rtasidagi boshqa ishda bajarishi mumkin edi. Prosta bo'sh qolgan bu. Masajda ichkaridan yoqiladi. Xo'p, aytib o'tganimdek, haqiqatan ham 8 ta kolonkasi mavjud ekan. U tomonini ham ko'ramiz ushbu sideniyani. Agar e'tibor bersalaring, eshigini ochilishi ham mana bunaqangi uslubda. Xo'p, ko'rishingiz mumkin akalar, mashinamiz 26-yil 25-yanvardan ishlab chiqarilgan mashina. Ushbu mashina o'zi 26 model hisoblanadi va 26-yilgi mashina bu. Mana bu tomonni ham ko'ramiz akalar. Buni qanaqa qilib ko'tarish mumkin? Mana shopir tomonda faqatgina bu pastga, oldiga, orqaga bo'lsa, bunda mana bu funksiyasi ham mavjud ekan. Mana bu funksiyani ko'targanimizda mana qaranglar, atamankasi alohida ko'tarilar ekan. Buni ko'tarib olib, bemalol mana bu tomonni ham oxiriga tashab, nol gravitatsiya qilib yotsalang bo'lar ekan. Masajni yoqib qo'yib, mana buni bossa masaj ham ishlashi mumkin edi. Masajni yoqib qo'yib, mazza qilib mana bu yerda yotsalang bo'lar ekan ushbu mashinamizda. Habshi zo'r. Mana bu yerda kattagina nishamiz ham bor ekan. Uncha mayda chudalar chekka qo'yib qo'ysa bo'lar ekan. Avtomobili bor akalarimizga bitta zo'r taklifimiz bor. Elektromobil olgan paytlarida bilasizlar, mana bunaqangi 7 kilovatlik zaryadlikni podarka qilib berishadi. Bu 7 kilovatlik zaryadni mashinaga o'rnatganlaringda, uyga o'rnatganlaringda xarajat qilasizlar, alohida shotchi tushirasizlar, bersa 6 kilovatdan zaryad beradi o'rtacha. Mana bu tepasi turgan nima? 3,5 kilovatlik zaryadlik. Bu ushbu 3,5 kilovatlik zaryadligimiz o'rnatishga ehtiyoji yo'q. Ya'ni oddiy uydagi tokka tiqib bemalol ishlatsalaring bo'ladi. Bu ham sekin zaryad qiladi. Buni farqi 3.1 gacha zaryad beradi. Ya'ni bu zaryadligimiz bu zaryadlikdan 2 barobar sekin zaryad qiladi. Ammo lekin sizlarning mashinalaringiz masalan yuvan app bo'lishi mumkin yoki kichikroq yoki faqat shaharga minishli ham mumkin. Masalan deylik, mana bu 45 kilovatlik mashinamiz 300 kilometr yursa ham sizlar bir kunda 100 kilometr masofa bosib, 200 kilometr masofa bosib o'tsalaring, zaryadda bir 70-65% ni ishlatasizlar. Ya'ni 30% qoladimi? Bu degani 15 kilovat batareyka qoldi degani. Qolgan 30 kilovatni to'ldirish uchun 3 kilovatdan zaryad bergan taqdirda ham 10 soatda to'ladi. Ya'ni shaharda minuvchi akalarimiz uchun, har kuni ko'p minmaydigan akalarimiz uchun mana bu qimmatga usta olib kelib o'rnatib o'tirmaysizlarda, mana buni olib kelasizlar uyga, hech qanaqa xarajat qilmasdan tokka tiqib zaryad qilishinglar mumkin. Ya'ni 3 kilovatdan bersa 10 soat zaryad qilsa, keyingi kun yana 200 kilometr yurish imkoniyatinglar bo'ladi. Agar shunaqangi zaryadchilar sizlarga ham qiziq bo'lsa, bemalol pastki raqamdagi telefon qiling, buyurtma qoldirishingiz mumkin. Butun O'zbekistonga jo'natib berish xizmatimiz ham bor. Ushbu mashinamizni endi orqa qismiga kelamiz. Mashinamizning orqa sideniyasi ancha tikka ekan. Endi odatdagidek mashinalar kabi ko'ramiz. Qani orqaga tushirib ko'rishda ilojisi bormi? Yana mana shu oxirisi ekan tushishini. Bunisini ham mana tushirsa bo'lar ekan. Mana shu tushirishi. Podlokotligimiz bor ekan. Orqaga o'tirib olamiz yaxshilab. Orqaga o'tirib olganimizdan keyin o'zimizning ko'rinishimiz qanaqaligini mana bilishimiz mumkin. Mana bo'yim 179, o'tirganim tepada bemalol joyim bor. Bundan tashqari
oldida keng qilib o'tkazib qo'yganman. Orqada yana joy bor. Ya'ni mashinamiz tor emas, yaxshigina keng. Mana bu podlokotniklarimizga hisobga olinadigan bo'lsa, mana buni yana ham yotqizsak, mana shu to'liq yotishiga, ya'ni mashina ichida o'tirganda o'ta tikka o'tirilmaydi. Men hozir bitta mashinaga o'tirib ko'rdim. Voya Free Apollo techiga ancha tikkada 100 gradus bo'lsa kerak. 90 dan jinday o'tgan bu 120 gradus bor bunda. 120 gradus bor. Bemalol o'tirsa bo'ladi, kengroq bo'lib. Xo'p, yana nimalarimiz bor? Deflektorimiz bor ekan. Type A lik USB portimiz ham mavjud ekan. Mashinamiz tepasi material bilan qoplangan, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu mashinamizni qimmat mashinalar sektoriga qo'shmaymiz. Oddiy elektromobil. Ya'ni bu mashinamiz polniy xavfsizlik sistemalari mavjud, cruise kontroli bor. Aytib o'tgandek, lazer lidari bo'lgandan keyin, lidarlar bo'lgandan keyin atrofni polniy ko'rib turadi. Umuman aqlli barcha funksiyasi mavjud, faqat wow qilib, alkantar salonlik, alkantar tomli qilib ishlab borilmagan xolos. Ya'ni narxini arzonroq qilish maqsadida ortiqcha qimmat materiallarda ishlatilmagan. Narxini 24,5 ming deyishyapti, lekin 24,200 ga berishlari aniq. Bu mashinani narxini ko'ringlar. BYD Yuan Plus narxi 26,5 ming bo'lib turgan bir paytda, bu narxi 24,5 ming, $2,000 ko'proqqa arzon ushbu mashinamiz. Yurlar endi bagajni ko'ramiz. Xo'p, ushbu mashinamizni bagaji mana shu yerdan ochilar ekan, tagida knopkasi bor ekan. Elektropривод degan ushbu mashinamizni ham bagaj yaxshigina katta. BYDni zararniga qo'yib qo'yilibdi. Podarka sifatida 12 voltli bitta prikuritsiyali portimiz ham mavjud ekan. Chiroqlari yonib turadi. Qani, buni tagini qaranglar, nima bor? Bitta polni chamadon kirib ketadigan joyimiz bor ekan. Chuqurligini qaranglar. Bagajimizning kattaligi 540 litr ekan. Agar mana bu sidenlar yotqiziladigan bo'lsa, 1380 litr bagaj hajmi berilar ekan ushbu mashinamizda. Qoyil. Elektropривод ishlamaganda qo'l bilan tortib bekitsa ham bo'lar ekan. Xo'p, mashinamiz orqasini ko'rishingiz mumkin. Vilka, pichoq, tarelka belgisi o'xshab ko'rinadi, doim ko'ringanda. Bu yoqlarida mana bunaqangi fara qilib ishlangan. Mana bu yerda tormoz farasi ham bor ekan, kamera alohida ham qo'yilgan. Bu yoqda ham mana kamera. Ya'ni ushbu mashinamiz polniy smart hisoblanadi. Biz ushbu mashinaning balandligini ham ko'rib qo'yamiz. Balandligi, batareykasi ko'rinmayapti, osilib alohida bo'lib ko'rishimiz mumkin. Balandligi ham qo'limda misol uchun 24 santimetrlik qarichim bo'lsa, mana 24 santimetr tepali turibdi. Ya'ni mashinaning balandligi ham normalligini. Faqat diskasi 19 emas, 18. Endi 19 diska qo'ysa, menimcha bu o'xshamaydi deb o'ylayman. 19 BYD sonlarga qo'yilgan. 506 kilometr zapas hodli ushbu elektromobil. To'g'risini aytsam, agar BYD Yuan Plus'ga taqqoslasak, xolodilnik ham xolos, qolgan barcha narsasini o'zida jam qila olyapti ushbu mashinamiz va narxi $2,000 dan arzonroq. Plus yana lazer lidari bor, bilasizlar. Lazerli lidar bu ancha millimetrli lidarga nisbatan ancha tiniqlikni, ya'ni aniqlikka da ishlaydi. Xo'p, bu mashinamizning o'zi asl ranglarining ichida qora rangi bo'lmas ekan. Mana shunaqangi oq rangi bo'lar ekan, mokrisi bo'ladi, kumush rangi bo'ladi, och pushti rangi bo'ladi va och yashil, ya'ni BYD Yuan Up'lardagi ranglardan bo'lar ekan. Salon rangi esa bitta rangi mana shunaqangi qora seri bo'ladi, ikkinchi rangi och, ya'ni oq rang bo'ladi. Oppoq bo'lmasa ham o'sha guruch rangmi bo'ladi. Ko'proq ular kir bo'lib ketganligi hisobiga mana shu rang juda ham ma'qul hisoblanadi. Endi bu mashina haqida gapirilgan gaplar juda ko'p emas. Hammasi o'sha boshqa mashinalar kabi hozirgi kundagi trenddagi barcha funksiyalar mavjud. Orqasiga hech qanaqangi abduf, abagrev, CD nimalar qilinmagan. Shu faqatgina oldiga abagrev, abduf va massaj qo'shilgan. Tashqari ushbu mashinamiz polnichi 256 xil rang bilan podsvetkada yonib turar ekan. Qatidan yonadi bilmadim, to'g'risi. Yonganda ko'ramiz. Mana akalar ushbu mashina haqida qo'ldan kelgancha umumiy tavsif, funksiyalari va qanaqangi konfiguratsiyada komplektatsiya ishlab chiqarishi, ya'ni ushbu mashina haqida qisqacha ma'lumot va narxlarni o'rganib oldik. Endi agar ushbu mashinani olmoqchi bo'lsangiz, qayerdan olishni so'ramoqchi bo'lsangiz, bemalol ushbu videoni tagidagi tavsif qismida nomerimni qoldirib qo'yaman. Bemalol menga telefon qilsanglar, men sotayotgan joyni ko'rsatib, o'zlaringiz ushbu mashinani sotib olishingizda yordam beraman. Xo'p, undan tashqari akalar, agar mabodo sizlar elektromobil bozoriga qiziqsangiz va bozordagi mashinalar haqida ko'proq tanishib xohlasangiz, meni Instagram va Telegram kanallarim mavjud. U bemalol tavsif qismidan ham o'tib olishingiz mumkin. U kanallarga ham obuna bo'lib qo'ying. Bu yerda qo'yilmagan, tanishtirilmagan barcha mashinalarni narxlari bilan qo'yib boraman. Ikkinchi qo'li bo'ladimi, yangi bo'ladimi, barchasini qo'yib boraman. Agar mabodo sizda ham sotmoqchi bo'lgan mashinangiz bo'lsa, bemalol pastdagi o'sha adminga yozib qo'yilgan nomerga aloqaga chiqsanglar, xudo xohlasa sizni ham mashinangizni
borib video qilib reklama qilib beramiz. Maqsadimiz pul qilish emas. Maqsadimiz elektromobil olmoqchi bo'lgan akalarimizga xizmat ko'rsatish. Agar sizlarga ushbu video ma'qul bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmanglar va shunaqangi yangi elektromobillarni bilib yurmoqchi bo'lsangiz, albatta kanalimga obuna bo'lib qo'ying va kolokol tugmasini bosib qo'yingki, hammadan birinchi siz ham yangi mashinalardan xabardor bo'lasiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, omon bo'linglar, sog' bo'linglar.